5 moçandan töven mayaydigan sizdon xot maşinni mo tapanmaysizlar turdoshlar. Har qanday mashinaga sizdon xotda 5 moçandan töven may yemaydi. Men mashinning may sarfiyatini shu 5 moçanga boşan birman. May sarfiyat 5 töven. Sizdon xot asan bo'ladi. Hamisha ayolimga mashina yapirdim, uyda qizvalliq mashina yapirdim degan turdoshlar fursatni chang tutib, diqqatinglar men mashinani bosib bo'ldi. 2016-yilda 8-oynikka endi taqa 52.000 kilometrda 53.000 kilometrda menga mashina 95% zavsir qizval edigan bir qo'l mashina 2016 8-oynikka Janxuy Essen. Men nusxasini 5 chiroyli o'zbek epchillar mashina. Paylansa 1.5 L motor chiqdi. Mening bek ko'p sotgan mashinamning birdan birisi Janxuy Essen ko'pincha bilasizlar. Alt 50 shanjilagan Jongwanlarim shunda chiroyli kelgan mashinaniki. Cho'ngangchan cho'ngchaq, mening javtaballari va ishini ko'rsatlar mashinaniki. Puli esa 15.800 qo'ylam. Muqim baha bir ko'kilishim yo'q. Xijil qilmanglar. İşçilerim mana zavod holatdagi mashinaniki. Mavsum mo'g'a ufurga avval mavjud emas. Qizval layli vasang bo'ldi. G'amsa hapsi qayletlar buni. 52 ming mangibda bu. 52.000 kilometr. Mashina bo'shang bir majma har qanday jihatdan. Motor ko'ribga diban usqan har qanday jihatdan bo'shan. Ma yangi bo'libmi? G'azab yangi. Mashinaniki motorini bir ko'rayotinglar vallah. Sizdon xotni alisa üstü to'nchang bor. Motorlar ham mayaqqan jiyotalga avval mavjud emas, mana zavod holatda ko'rsangiz bo'ldi. Kapatlarım o'zining yunjang BMW'lardan tatib bor. Haqiqiy yangi salama degan uchir qilinglar. Shavgosini ko'rsating, nusxasini to'liq ko'rsin. Mashinaning o'rni Sichuan Chengduda Qashqa yangichalik miraljan shu. Men mashinaga ehtiyoji bor, jiddiy turinglar. Qo'llab berganlik rahmat, keyingi sanda ko'rishdik.